ming. 26 mingga 3 xonani 4 xona qilingan birinchi etajda skvoznoyda taxta polli kvartiramiz. O'tgan yil yangi remont bo'lgan, 26 ming qo'yapmiz. Jicha kelishadigan xonasi bor, pul вообще paja. Shuni berasiz, nomimizga o'tkazib beramiz. Tualet отдельный, hammom отдельный. Planirovkalari bu mehmonxonamiz. Planirovka zo'r-da, mana отдельный qilib qo'ygan. Xohlasiz bitta qilib olasiz. Oshxonamizni balkonni xullas oshxona qilib yuborilgan. Mana yana bitta sizga kladovka kak, bat o'zi oshxona bo'lgan. Balkonimiz 6 metrli agaroti bor. Oshxonamizni ko'ryapsizlar, jihozlarini yangi, shunga kirib yashab olasiz. Bunday qilsa sut shu. Mana bu yerda tapchan qilib qo'yilgan. Tapchanni ham dizaynini chiroyli qilib berishdi. Voshi, короче, tiniq bor, shunga kelasiz yashaysiz. Narxi 26 ming, kami bor. Taxtapol, Marg'ilonda Gagarinda turibmiz. Gaz suv sveta muammo yo'q. Telefon qilsalaringiz sizlarga jicha tushib beradigan xonasi bor. Uyimiz 3 xonani, chista 4 xona qilib qo'ygan sizlarga.